بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Zikr deganda bu bilasizmi o'zi nima? Zikr bu Allohni eslash aslida. Alloh Qur'onda aytganidek, Estaizu billah, fadkuruni adkurkum vashkuruli va la takfurun. Meni zikr qilinglar, meni eslanglar, men ham sizlarni eslayman. Bergan ne'matlarimga shukr keltiringlar, kufrona ne'mat qilmanglar dedi Alloh taolo. Demak, Allohni eslamoqlik, Allohni zikr qilmoqlik. Eng yaxshi zikr, sizlarga men bugun bir taklif Rasulimiz alayhisolatu vassalamda aytmoqchiman. Eng zo'r zikr haqida gaplashmoqchiman. Zikrlar ko'p. Zikr duolari ko'p, tasbihlar, subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar. Lekin eng go'zali bir kalima borki, bu la ilaha illallohdir. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu aytadilar. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illalloh dakhala al-jannah." Ravohi Abu Dawud. Imom Abu Dawud rivoyat qilgan ushbu hadisda Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam aytayaptilarki, kimni eng oxirgi so'zi la ilaha illalloh bo'lsa, u jannatga kiradi deyaptilar. Eng oxirgi so'zi la ilaha illalloh bo'lsa, keksalarimiz, ustozlarimiz duo qilganda aytar ekan, Robbim ketar vaqtida la ilaha illalloh kalimasi bilan ketishni nasib qilgin deb. Birgina mana shu kalimani aytishlik bilan jannatga kirib ketadimi? Bu va'dani Rasululloh beryaptilar sallallohu alayhi vasallam, man emas azizlar. Lekin o'sha kalimani ayta olamizmi? Ertaga o'sha tilimizga doim kelishlik uchun biz nima qilishimiz kerak? Bu kalimani nafaqatgina tilimizga, balki uni qalbimizga joylamoqligimiz kerak bo'ladi. Iymonning sho'balaridan biri bu. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, al-iymanu bid'un va sab'una aw bid'un va sittuna shu'ba fa afdaluha qawlu la ilaha illalloh. Iymon deydilar 70 nechtayam yoki 60 nechtayam sho'baga bo'linadi va buning eng oliysi la ilaha illalloh kalimasi. Mana shu kalima eng oliy. Bu kalimani ko'p aytishligimiz inshaalloh bizlarni jannat tomon yetaklaydi azizlar. Allah Qur'onda aytadiki, fa'alam annahu la ilaha illalloh. Bilginki, albatta Allohdan o'zga iloh yo'q. La ilaha illalloh kalimasi azizlar, bu afzal zikr. Rasulimiz alayhissalom aytadilar, afzalu zikr la ilaha illalloh. Zikrlarning eng yaxshisi bu la ilaha illalloh kalimasi dedilar. Bu kalimani shunchaki aytib qo'ymasdan, balki yurakdan aytishingiz kerak. Aytadilarki, bir hikoyani sizlarga aytib beray. Aqoiddan talabalarga dars beradigan bir shayx allomalardan birlari, mana shu ustoz bir kuni bir to'tiqushni sotib kelibdi. To'tiqush bilasiz, nimani ko'p eshitsa shuni yodlab olib qaytaradi. Haligi ustozdan eshitaverganidan la ilaha illalloh kalimasini to'ti shunday o'ziga singdirib olibdiki, har bir harakatida la ilaha illalloh der ekan. Hatto uni darsga olib birga o'tirar ekan shayx. Ya'ni uning sayrashi mana shu kalima ekan. Chug'urlash emas. La ilaha illalloh. Shogirdlar aytibdilar. Bir kuni kelsa, ustoz yig'lab o'tirgan ekan. Ustozlarning yig'laganini ko'rgan shogirdlar hayron bo'lib, ustoz nega yig'layapsiz debdi. To'tiqushimni mushuk yeb qo'ydi debdi. Shunga shunchami ustoz debdi. Olib kelib beramiz sizga yangi to'ti debdi. Ustoz aytdi, yig'lashim boshqa narsaga. To'tiqush la ilaha illallohni necha oydan beri qaytaradi, doim shu kalimani aytar edi. Lekin mushuk yeyotganda u la ilaha illalloh demasdan faqat chug'urladi xolos. Nima uchun? Chunki u la ilaha illalloh uni faqat tiliga kirib yodlanib qolgan edi. Uni qalbida o'zi boshqa sayrash bor edi. Meni yig'layotganim, men necha yildan beri la ilaha illalloh kalimasidan dars beryapman-u,
jon berayotganda nima deb yuboraman ekan deb yig'layapman degan ekanlar. Allohdan ketar vaqtida mana shu kalimani aytishni so'rash kerak. Bilmaydi kim nima deyishlik. Kim bu kalimani qanday aytadi, hech kim bilmaydi. Buning uchun tilimizni doim mana shu kalimaga burishimiz kerak azizlar. Agarki odat bo'lmasdan boshqa odatlarga qo'shilib olsak, unda la ilaha illallohda o'rniga o'sha gapni aytadigan bo'lib qolamiz. Ana shuning uchun ham bu kalimani bugun biz afzalligi haqida gaplashar ekanmiz. Qayta zikrni shunga moyil qilishimiz kerak. Men sizlarga bu shu kalima to'g'risidagi bir hadisni aytaman. Bu hadis najot kaliti azizlar. Shu kalimani najot kaliti la ilaha illalloh. Agar shu kalimani, shu hadisni eshitganimizdan keyin tilimizga la ilaha illallohdan boshqa narsa kelsa, biz ancha qalbimizni tozalashimiz kerak. Keling, men sizga shu hadisni aytib beray. Bu hadis Imom Termiziy, vatandoshimiz Imom Termiziyda rivoyat qilinadi. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhudan qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, payg'ambarimiz alayhi salom shunday deydilar: Innalloha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamah fayanshuru alayhi 99 sijillan kulli sijil mithlu maddil basar. Rasulimiz alayhisalom aytibdilarki, qiyomat qoyim bo'lganda deydilar, meni ummatimning ichidan bir kishini Alloh ixtiyor qiladi va uni qo'liga 99 ta sijil degani 99 ta sijil beradi. Uni butun hayotini yozgan, yana ham tushunalisi qilgan hamma ishimizni yozib uni sarjin qilingan bir holatga olib kelgan. Mana shunaqani har biriga deyapti payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam 99 ta beradi. O'sha har bir juzi, o'sha bitta sijilni tahlaganda ko'z tushadigan darajadagi uzoqqacha borar ekan. Ko'zingiz qayergacha borsa, shu bizni yozilgan ishimiz azizlar. Ularni yozgan farishta ularni hammasini qo'yib har bir sijilni ko'rsatgandan keyin Alloh taolo so'rar ekan bandaga qarab, ko'rdingmi shu narsalarni? Ha, ko'rdim. Birortasini inkor qilasanmi deydi ekan. Qarang, Alloh so'rayapti. Seni amallaring yozilgan daftaringdan birortasini inkor qilasanmi deyar ekan. Banda aytar ekanmiz, la ya Robbi, yo'q ya Robbi, inkor qilmayman. Inkor qilishning ilojisi yo'q. Farishtalarga buyurib Alloh yozdirdi. Alloh aytar ekan, seni biror uzring bormi der ekan. Uzring bormi? Ya'ni o'zingni oqlaydigan narsang bormi? Shuncha narsang ichida turibdi, gunohlar yozilgan shuncha ichida. Uzring bormi? Banda aytar ekan, la ya Robbi, uzrim yo'q. Ya'ni nima ham uzr aytadi, nima ham qiladi? Alloh aytar ekan bandasiga. Ammo sening bizning huzurimizda bitta yaxshiliging qolgan. Shuncha gunohlaring yozilgan, lekin bitta yaxshiliging bor. Bitoqa keltirar ekan. Bitoqa degani bu kichkinagina bir varaq. Shuni olib kelar ekan Alloh taolo. Mana shuncha ko'zini yetmaydigan darajadagi gunohlar turibdi va bitta sijilda bitoqani olib kelar ekan. Keyin Alloh aytar ekan, adolatda mana bu gunohlaring, mana bu bizga kelgan yaxshiliging. Endi taroziga qo'y. Banda aytar ekan, ya Robbi, buni taroziga qo'yib nima qilaman? Shuncha mujallad bo'lib ketgan gunohlarim tursa, bu kichkinagina varaqni berib, bu seni yaxshiliging deyapsan. Robbim buni qo'yishimning nima hojati bor? Alloh aytar ekan, qo'y, bugun hech kimga zulm qilinmaydi. O'shini qo'ysa, haligindan og'ir kelar ekan. Bu bitoqada la ilaha illalloh kalimasi yozilgan bo'lar ekan. Agarki o'sha kalimani azizlar qalbi ila, vujudi ila aytgan bo'lsa, endi la ilaha illalloh kalimasini doim aytib turishlikni o'rganishlik uchun ulamolar bizga tavsiya beradiki, bu kalimani ko'proq aytib yurish kerak. La ilaha illalloh kalimasini aytib yurishimiz kerak. Bu kalimani yurakdan aytish kerak.
Va uchinchisi bor. Bugun hozir hamma o'ylanib turganiga javob mana shu uchinchisida. Kalimaning ma'nosiga amal qilish kerak. Ma'nosi nima edi uni? La ilaha illalloh, Allohdan boshqa iloh yo'q dedikmi? Ana endi o'sha Allohning haqiqiy bandasi ekanligini his qilib, unga itoat qilib yashamoqlik. Mana bunda tursa, shunga amal qilsa, inshaalloh o'sha kalimaning mukofoti bilan inshaalloh jannatga kirishlikni Alloh taolo va'da beryapti. Faqatgina hayotiy tajribamizda shunday bo'lganki, ko'p ustozlardan eshitib, oxirgi kalimani la ilaha illalloh darajasiga olib chiqib kelish uchun qancha mehnat qilib, bunga erisha olmagan holatlarini juda ko'p guvohlari bo'lgan. Shuning uchun bu narsani ko'proq harakat qilishimiz kerak. Bitta hikoyani sizlarga aytib bermoqchiman, azizlar. Buyuk muhaddis olim bo'lganlar Abu Zur'a Rozi rahmatullohi alayhi. Muhaddis bo'lganlar bu kishi, hadisdan dars berganlar. Abu Zur'a Rozi rahmatullohi alayhi bu foniy dunyodan ketar vaqtlarida ularning eng yaqin shogirdlari Abu Xotim Rozi va Muhammad ibn Muslim rahmatullohi alayhimolar oldilariga kirdilar. Ustozlari jon beryapti. Necha yil ustozdan hadis darsini olgan. Endi shogirdlar ustozni oldida o'tirib, o'zlariga necha yil hadisdan dars bergan ustoziga siz la ilaha illalloh kalimasini talqin qilgani xijolat. Qanaqa qilib aytamiz deyapti. Lekin ustoz bugina aytmayaptilar. Ular xijolat bo'lyapti. Oxirgi kalimasi ustozimizni la ilaha illalloh bo'lsa edi deb orzu qilyapti. Lekin ularni ayta olmayapti. O'zi odatda mayitni oldida o'sha bir inson bu dunyodan ketayotganda o'tirib unga ayt deb bo'lmaydi-da, balki o'zi qaytarib o'tiradi. La ilaha illallohni qaytarib o'tiradi, shoyatki eshitib shuni qaytarsa. Chunki shuni so'raganimizda shaytonning vasvasasi bilan aksi bo'lib ketib qolishi mumkin. Shayton aytma deb turadi. Boshiga kelib o'tirib oladi, shayton aytma deydi. Lekin haliga ikki shogird buyuk muhaddisni oldida shuni qilgani ham o'zlariga odob sanamayapti. Shunda ular Muhammad ibn Muslim rahmatullohi alayhi bilan narigi shogirdlari bir yo'l o'ylashdi. Jon berar holatdagi ustozni oldiga kirib, ustoz, sizga bir hadis aytib bersak maylimi dedilar. Bir hadis aytib beraylik dedilar. Ko'zlari bilan ishora qildi, ayt deb. Muhammad bin Muslim rahmatullohi alayhi quyidagi hadisni o'qidi. Hadis bilasizlar, odatda falonchi pistonchidan, undan bundan deb rivoyat qilib aytilib, payg'ambarimiz alayhisalomgacha aytiladi. Mana shunday rivoyat qilinadi, sanatlar. Muhammad ibn Muslim rahmatullohi alayhi sanashni boshladilar. Menga Zahoq ibn Mahlat Abdulhamid ibn Ja'fardan rivoyat qilingan, u esa Solihdan rivoyat qilgan demoqchi bo'lib, u Solih dedi-yu, ustozining holatini og'irligidan yig'lab yubordi. Hadisni qolganini ayta olmay qoldi. Faqat o'sha bitta roviy Solihga kelganda to'xtab qoldi. Yig'lab yubordi, ayta olmadi, chunki necha yillik ustozdan ayrilyapti. Yonlarida turgan ikkinchi shogirdi Abu Zur'a rahmatullohi alayhi buni ko'rdida oldilariga kelib Abu Xotim rahmatullohi alayhi qaytib keldida, "Men aytaman" dedi narigi sherigilari. O'tirib bu kishi ayta boshladi. Bizga Bundor aytgan, unga Abu Osim Abdulhamid aytgan, Abdulhamid ibn Ja'fardan rivoyat qilgan, ibn Ja'farga Solih dedi-da, bu ham Solihga kelganda yig'lab yubordi. Ayta olmayapti. Ustoz esa jon berar holatda yotibdi. Shunda Abu Zur'a rahmatullohi alayhi ikkala shogirdga qaradida, ustozlar shunaqa bo'lar ekanda, o'tkazmaydi dedi. O'rnidan o'tkazdi. Ustozning nazdida shogirdlari hadisni bilmayapti. Ustozning nazdida shogirdlar hadisni bilmayapti. O'tkazinglar meni dedi. Hadisni yotib aytmayapti-da azizlar. Hadisni yotib aytmayapti. O'tkazinglar meni dedi. Shu zotni o'tkazishdi. Ustozi boshladi. Eshitdinglar deyapti shogirdlariga qarab. Bizga Bundor aytgan.
unga Abu Osim Abdulhamid ibn Ja'fardan rivoyat qilgan, u Solihdan, Solih ibn Abu G'aribdan, u esa Kasir ibn Murra Hazramiydan, u Muoz ibn Jabaldan rivoyat qilgan. Muoz ibn Jabal payg'ambarimiz alayhissalomdan eshitib quyidagini aytadi: kimning oxirgi gapi la ilaha illalloh bo'lsa, u jannatga kiradi deb shu hadisni aytib, kimning gapi oxirgisi la ilaha illalloh deb jon bergan ekanlar. Eng oxirgi o'sha Allohning x lafzi bilan jon bergan ekan. Kimning oxirgi gapi la ilaha illalloh bo'lsa deb la ilaha illalloh deganda joni chiqib ketgan ekan. Ustozlarning bu holatini ko'rgan shogirdlar ta'sirlanib yig'ladilar. Hatto oxirgi holatida ham kalimani to'g'ri aytkizdirib, hadisni to'g'ri aytib, tillarida shu kalimani aytib ketdilar. Shogirdlar buni aytkizdirdilar va o'zlari shunday xursand bo'ldilarki, ustozining oxirgi kalimasi la ilaha illalloh bo'lganligini. Bizda ham qorilarimiz, qordadalarimiz borki, jon berar holatda shogirdlari chiqib chilyosin qilamiz deb Yosinni o'qiyotganda adashib ketganda jon beryatib luqma berib olamdan o'tgan qor akalarimiz bor. Luqma berib shogird o'qiyapti, adashib ketsa shu holatda luqma berib o'qiyapti. Shunday buyuk qordadalar borki, dars berayotganlarida darsini xatosini to'g'rilab turgan holatlari bor. Nima uchun? Chunki ular mana shu Qur'onga bo'lgan muhabbatlari yoki hozirgi muhaddis ustoz kabi la ilaha illalloh kalimasi bo'lgan muhabbatlari nafaqatgina tilida, balki qalblarida edi azizlar. Iloji bo'lsa boshqa so'zlarni, g'iybat, ig'vo, yolg'on yashiq, hamma narsani to'xtatib, tilimiz taomdan bo'shadimi, boshqa dunyoviy o'zimiz ishlarimizdan bo'shadikmi, darhol la ilaha illallohni aytish kerak. Alloh azza va jalla hammamizga mana shu kalimani oxirgida aytishlikni nasib qilsin. Bu kalimani aytar ekanmiz, la ilaha illalloh kalimasi bilan Alloh taolo bir bandani jannatga kirgizib yuborarkan, qancha gunohini kechirib birgina shu kalima bilan uni almashtirib yuborarkan, bugun bir jamiyatda yashayotgan bizlar la ilaha illalloh degan yurtdoshimizni, dindoshimizni xuddi shunaqa kechira bilishimiz kerak. Bitta jamiyatda yashayapmiz. Mingta xatosi bo'lishi mumkin. Lekin xatoni kechirguvchi Alloh taolo ekan, bitta kalimaga almashtiryapti. Nega biz bitta safda namoz o'qib turib ham kechira olmaymiz? Bitta yurtda yashab, bir mahallada yashab, la ilaha illalloh deb turgan odam, payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamga iymon keltirib turgan odam, demak bizni do'stimiz, u bilan hech qachon uni haqqiga xiyonat qilmasligimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhissalomda boshqa hadislari bor. Qiblamizni qibla degan, kitobimizni kitob degan, mana shunday payg'ambarimizni payg'ambar degan kimsa bizga do'st bo'lishligi va uni qoni, nomusi, obro'si boshqalar tomonidan to'kilishi harom deb bizga o'rgatilgan. Tamom, biz shunday bo'lishimiz kerak. Mana shunda biz o'sha kalimaga hurmat ko'rsatgan bo'lamiz azizlar. Alloh taolo hammalarimizni la ilaha illalloh kalimasiga sadoqat bilan hayot kechirishlikni nasib qilsin, duo qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Rabbil alamin. Duoga qo'l ko'tarib turgan hammalarimizning eng oxirgi kalimamiz la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh bo'lishlikka nasib qilgin. Duoga qo'l ochib turgan hammalarimizni ko'targan qo'llarimizni Ka'batullohga yetkazgin ya Rabbi. Xonadonlarimizga obodlik, vatanimizga tinchlik bergin. Va sallallohu ta'ala ala xayr xalqi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika. Allohu akbar.